Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan studiyada Dilfuza Yusupova. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan Navoiy viloyatida tadbirkorlik subyektlari, fuqarolar va keng jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Unda hududlarda mavjud muammolarni chuqur o'rganish, fuqarolar hamda tadbirkorlarning murojaat va takliflari asosida aniq amaliy yechimlar ishlab chiqilishi ta'kidlandi. Shuningdek, ochiq muloqot davomida jismoniy va yuridik shaxslardan 10 dan ortiq murojaat va takliflar tinglandi. Bu haqda qo'mitaning Navoiy viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mamazarov Elmurodov intervyusi. Hududiy boshqarmaga jismoniy va yuridik shaxslardan 25-yil davomida 1800 dan ortiq, 2026 yil birinchi oyda esa 500 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Raqobat to'g'risida qonun talablari buzilganligi bo'yicha 25-yilda 68 ta, 2026 yilda birinchi oyda 14 ta holatda ishlar qo'zg'atilgan. Hamda davlat boshqaruv organlari va mahalliy hokimlik organlariga 13 ta holatda taqdimnomalar kiritilgan. 25-yilda davlat va korporativ buyurtmachilar tomonidan o'tkazilgan tanlov tender savdolarida tahlil ishlari olib borildi va 700 ga yaqin savdolar jarayonida raqobatga zid harakatlar aniqlangan. Ushbu qonun buzish aniqlangan savdolardan 342 tasi huquqni muhofaza qilish organlariga ma'lumotlar taqdim etilgan va qolgan 328 ta savdolar bo'yicha 45 ta buyurtmachilarga hududiy boshqarma tomonidan ish qo'zg'atilgan. Xuddi shunday 2026 yil birinchi oyda davlat va korporativ buyurtmachilar tomonidan o'tkazilgan 441 ta davlat savdolarida tahlil ishlari olib borildi va 426 ta savdolarda raqobatga zid harakatlar aniqlangan. Boshqarma tomonidan tanlov tender savdolari bo'yicha aniqlangan qonun buzish holatlari yuzasidan jami 60 ga yaqin mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Qonun buzilish mavjud bo'lgan 426 ta savdolardan 406 tasi huquqni muhofaza qilish organlariga huquqiy baho berish uchun taqdim etilib, 20 ta savdolar bo'yicha hududiy boshqarma tomonidan 7 ta ish qo'zg'atilgan.